Voy, nima qilyapsan? Kompyuter o'ynab o'tiribsanmi? Yo'q, qanaqa o'yin? Bu Amerika logistikasi. Bu yerda biz pul topamiz, dispetchingga o'rgatamiz, bolalarga qanaqa brokerlar bilan, driverlar bilan muomala qilish kerak. Shularning hammasi bo'yicha bilimlar beramiz. Namuncha kompyuteringlar ko'p. Bu yerda biz kelajakdagi shogirdlarimiz uchun maxsus joylar tayyorlab qo'yganmiz. Bizda yaxshi o'qib chiqqan bolalarni shu yoqqa ishga olamiz. Zo'r-ku. Shuncha dispetcherlar sizlarga kerak ekan. Unda qanaqa qilib sizlarga ishga kirsa bo'ladi, Baxtiyor? Ishga kirish qiyin emas. Ingliz tilini bilsa, o'zida xohish bo'lsa, glavniysi bizani o'qishga keladi, o'qishlarimizni yaxshi tamomlaydi va biz o'zimiz shu joylardan bittasini unga beramiz. Wow, qaraganda, menda rosa ko'p IELTSdan 7 olgan studentlar bor. Ular ham ishlasa bo'ladimi? Albatta, aynan shunaqa bolalar uchun biz Telegramda maxsus bot yaratganmiz. Shu bot orqali kirishadi, savollarni yechishadi va aynan logistika sohasi ularga to'g'ri keladimi, kelmaydimi, aniq diagnostikasini biz qilib beramiz. A u botni qayerdan topishadi? Kommentariyaga plyus qoldirishsin, bo'ldi.